Salam dostlar. Blogumda yaqindan bir tarqitib kelayotgan Amerikalik psixolog Guy Winchning Norozilikni mahirlik bilan ifodalash nomli yaponcha kitobining oxirgi bobidagi mazmunlarni mana shunday ovozli shaklda yo'llab beqishni loyiq topdim. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan bugungi mazmun qalbingizdagi norozilikdan foydalanib qadrli odamingizni tushunish. Undaqda diqqatingiz tuvandagi mazmunda bo'lsin. Ağrınışlarınızdan paydalanıp, qadrlik adamınızın düşünüşünün usulü. Yataq uyumның derisidən faqat 6 metr yaraqlıqdaki derisidən yanıdan köçüp kelgen o'ttir yaşlardaki ayolning turmushi mana-man debli ko'rinib turadi. Derisidən birovlarning shaxsiy turmush kartinalarini ko'rib turish Nyu-Yorkda yashab kelgan men uchun tunji qitimliq alayda bir ish edi. Bo'libmi kechleri chiroq yo'riqida hamon deris ochiq bu qo'shnamning uydagi faoliyatlari ko'zi chiliqib qoladi. Hammadan diqqatim tortqani bu bir juftlarning munosabati edi. Ya'ni ularning munosabati qarmoqqa favqulodda yaxshi edi. Ularning doim birga tomoq qilayotgan, kresloda bir-biriga yo'langancha televizor ko'rayotgan, birga kulishayotgan holda ko'ziga chiliqadigan bo'lib, gap talashgan, urushganlarni biror qitim ko'rib boqmagan edim. Albatta, ularning munosabatining haqiqatan yaxshi yoki emasligiga sir tuturib kuzatguchi mening hukm qila olishim notayin bo'lsa-mu, har holda 20 yillik tajribamga asoslanganda bir juftlar davolash bo'limiga kirgan bir necha minutda bularning kelgusi bormi yo'q hukm qilib bo'laman. Bir juftlar o'ttirisida qanchalik chunqur, murakkab masalaning mavjud bo'lishi muhim emas. Muhim bo'lgani ularning o'ttirisida paranglashishning yo'q bo'lgani. Ular o'ttirisidagi masala mayli bir taraf taloq qarab qolganchilik cho'ng masala bo'lsin. Va yoki munchida o'l-lo'ngin tashlab qo'yganchilik oddiy masala bo'lsin. Bu ularning kelgusida muhabbatini davomlashtirish yoki davomlashtira olmasligi bilan munosabatsiz. Ya'ni bir juftlarning uzun vaqt birga o'talishi, ularning nimaga gap talashib qolgani, nimaga ranjiganliklari bo'lmasdan qandaq gap talashishi, o'z noroziliklarini qaysi xil usulda yetkazishiga, noroziliklarini hal qilish usuliga bog'liq. Ayollik munosabatini buzadigan ajallik xatoliklar. Nikah mutaxassisi deb tanilgan Jon Gottman ayol asolida o'tkazib qolgan muhabbatlik munosabatni buzadigan bundaq konkret 4 xatolikni o'tirib qo'ygan. Birinchi xatolik qarshi tarafni tanqid qilish. Har qanday nikah munosabatida ayol o'ttirisida norozilik ham tanqidlash bo'lib turdi. Gap tanqidlashning qitim sonida. Ya'ni hadsil bir-birini tanqid qilib turgan ayolning nikohdagi rozmaylik tuyg'usi tuvallab, nikohning umrini qisqartib yetadi. Norozilikning bo'lishi bilan tanqidlash qat'iy o'xshamaydigan ikki ish. Tanqidlash hamon qarshi tarafni yaralandirdi. İkinci xatolik shuki, mudofiaga o'tish. Gottmanning aytishicha, agar ayol o'ttirisida 4 xatolikning biri ko'rilsa, qolganlarini bosh ko'tardi ekan. Masalan, ayol o'ttirisida tanqid bo'ldi ekan, cho'qim uning agishib o'zi mudofaa qilishmi o'ttirib chiqadi ekan. Hamroy tarafidan qilgan ishimi, xarakterimi nachar deb tanqidlanib tursa, ko'plagan kishilarning qo'llandigani mudofaaga o'tish bo'ldi. Biroq bu xil o'zini qochirish munosabatni texnik yomonlashtirdi. Üçüncü xatolik gap talashishdan chekinish. Bu yerda mundaq bir misolni ko'rib o'tamiz. Balkim men yaxshi bo'lamadim. Xizmatim aldirash bo'lganlikdan ba'zi kunlar tomoq etish navbati men kelgan kunlari ayolimdan hol so'rg'ida kayfiyatim qolmaydi. Ayolim menga muhtoj bo'lganda amal bor endi bo'lsam-mu, kayfiyat nachar chog'larda bekrak achchig'lanib ketishlarini haqiqatan qabul qilmayman. Bundaq chog'larda haqiqatanmi hech nimani olmas silib olaman. Uningdan boshqa amalim yo'q-da. Ayol. Acaba mendan hol so'rmidi debla sendan xafa bo'lamdiman? Sarangmisan? Biror qitim qaysi holda yashayotganimni so'rab baqdingmi? Qachonla qarsa aldirash, charchab ketdim deb yurgan yoki bo'lmasa telefonni qaragan.
Sening nazaringda o'zingdan boshqa hech kim yo'q. Men xiyolingga kirib chiqmayman. Bilib qo'y, men sening ayoling. Sen uchun eng muhim odam. To'y qilganda olaman degan bo'lg'aytding. Seni so'yman deganlaring mushimi? Nomus degani bilamsan zodi? Bu chaqda ayolning shuncha ig'ir tanqidlarga, haqoratlarga javobni qaytarmaydi. Mana bu talash tartishdan kechish deyildi. Agar mana shunday bir taraf so'zlar berganda qarshi taraf hech qanday inkos qaytarmagan bo'lsa, bu qarshi tarafning munosabatni uzishni o'ylashayotgan bo'lish mumkinchiligidan darak berdi. Agar ayol urushib qolganda birarsi ajrashib ketish yoki ayrim turishda ig'iz ochgan bo'lsa, bu uning bu masalani necha yildan beri o'ylab kelayotganligini bildirdi. Qarshi tarafning qalb darvozalari yepilg'ish qaqshaverish, norozilikni yetkazishning eng nachar usuli hisoblandi. Qarshi taraf dumbisini qilib olgan, siz bilan tang gap talashmagan, urush talashdan o'zini ap qochgan bo'lsa, eng yaxshisi ortiq qaqshamagan, so'zlashni to'xtatgan tuzuk. Bundaq chaqda ming so'zlasimi foydasi yo'q. 4-chi xatolik shuki, pisand qilmaslik. Psixolog Gayvinch erga ayolingizni sizni o'zidan boshqa hech nima ko'ngil bo'lmaydigan paskash deganlarni anglab beyaran bo'ldingiz. Shundaqmi? Yuragingizning og'riganligini, niyatning undaq emasligini ayolingizga aytib bering. Bo'lmasa ayolingiz sizni o'ziga to'liq parvoz qaraydi, maqtisimi, tilsimi o'xshash deb tushunib qoladi. Ayolingizga qarab turib, uning o'ylaganlaringizni ayting. Men siz bilan birga tursam, sizga ümidsizlikdan boshqa hech nima bera olmayotganman. Siz mening do'stlarimnimi, oilamdagilarnimi, menda bor hamma narsani yoqtirmaysiz. Yeringiz tursam o'zimni shunchalik arzimas chaqlab qoldi ekanman. Shularni degach yig'lab tashlaydi. Ayolda qilchi erik hissdashlik ham ansirash shifasi tepilmaydi. Ham yo'ldishiga "Nimaga mishildab yig'laysiz? Sizmi ermi? Mushundaq michildab yig'lashni numus qilmamsiz? Aksicha men numus qilyapman." Bu chaqda Gayvinchmi ular uy qaytgandan keyingi ahvolni tasavvur qilib bearam bo'ldi. Albatta, sirtda bir-biriga mushundaq muomalada bo'lgan yerda uydan iborat bu shaxsiy bo'shliqida munosabat bundan so'g'ib bo'lish turganligi gap. Aqalli odamiylik mehr shafqatdan ayrilgan rayimsiz so'z harakatlar nikah turmushni vayron qilgan ajallik omil hisoblandi. Men ko'z oldimdagi bu xotinning qandoqlarcha hozirgacha bir uyda yashab kelayotganligidan ajablandim. Agar kunlarning birida ular ayrilib ketgan taqdirdami, ayron qolg'uchilik yo'q edi. 5-chi xatolik shuki, qarshi tarafning norozilik silqirash. Yuqori tilga olgan bir juftlar orasida o'rtaq hissiyot, mehr kamchil. Bu yerda qalbi yaralangani, kamsitilgan, yig'ilgan erli bo'lmasdan, uning sovuq muomalada bo'lgan aylim bor. U o'zi bu nikoh munosabatida bo'lsimi, bo'lmasmi bo'lgan, qadrsiz his qilgan. Yuqorqi ayol har ikki tarafning qadr-qimmat tuyg'usi o'xshashli tuvan deyishga bo'ldi. Har qanday odamning qalb ehtiyoj qilmaganda bu xil norozilikni ochiq bilan chiqarib qolgan chog'lar bo'ldi. Agar qarshi taraf bilan munosabatni saqlab qilish niyati bo'lsa, eng yaxshisi hissiyotni kontrol qilish texnikasini qo'llangan, amal bor tamkinlik bilan masalani hal qilgan tuzuk. Men oxirgi 5-chi xatolikni John Gottman emas, Gayvinch John Gottmanning ko'z qarashlariga bir qo'shimcha sifatida qo'shimcha qilgan. Bugungi sizlarga yetkazgan mazmun bu yerda oxirlashdi. Vaqt yer bergan ahvol ostida davomini davomli yo'llab turaman. Salomat turinglar. Xayr xo'sh.